15 yoshli qiz telefondagi tanishuv sabab firibgar yigitning tuzog'iga tushib, undan homilador bo'lib qoldi. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Shaharning eng nufuzli va tinch go'shalaridan birida o'zining tartib intizomi bilan tanilgan, barchaga namuna va ehtiromga loyiq bir oila yashar edi. Bu xonadon sohibi taqvodor, jiddiy va yuqori davlat lavozimida ishlaydigan inson edi. U butun umrini xalqiga sadoqat bilan xizmat qilishga va yagona farzandi 15 yoshli qizining tarbiyasiga bag'ishlagan edi. Bu inson uchun nomus, obro' va oila izzati dunyodagi barcha boylik va mansablardan ustun turardi. U suhbatlarida doimo shunday derdi: "Mo'min hushyor bo'lish kerak. Fitna shamollari xonadonining iymon chirog'ini o'chirishiga yo'l qo'ymasligi lozim." U to'g'ri tarbiya faqat nazorat va farzandni zamonning zararli illatlaridan himoya qilish orqali amalga oshishiga ishonardi. Bu xonadonning yagona qizi endigina o'spirinlik yoshiga qadam qo'ygan bo'lib, ota-onasining mehri ostida ochilgan guldek parvarish topayotgan edi. U maktabda o'zining odob axloqi va a'lo baholari bilan tanilgandi. O'qituvchilari uni hamisha o'rnak qilib ko'rsatar, qo'shnilar esa uning odobiga havas qilishardi. Ammo zamon shiddat bilan o'zgarib borardi. Internet va ijtimoiy tarmoqlar dunyosi xuddi sokin to'fondek har bir xonadon eshigini qoqardi va ota bu xavfni boshqalardan ko'ra ko'proq his qilardi. U bilar ediki, o'spirinning qalbi oppoq qog'ozga o'xshaydi. Unga bugun nima yozilsa, bir umrga muhrlanib qoladi va uni o'chirib tashlash imkonsiz bo'ladi. U bu oq qog'ozni faqat ilm, odob va iymon nurlari bilan bezashni xohlardi. Qizning tug'ilgan kuni keldi. Farzand mehri ko'zlarini hayotning achchiq haqiqatlaridan biroz to'sib qo'ygan ona, qizi tengdoshlari orasida o'zini kam ko'rmasin deb, u yillar davomida yig'gan pullari evaziga eng so'nggi rusumdagi qimmatbaho va jilokor telefon sotib oldi. Onaning nazarida bu shunchaki ko'ngilochar va aloqa vositasi edi. Ammo u bu ishi bilan farzandining qo'liga dunyodagi barcha fitnalarning kalitini berayotganini anglamasdi. Oqshom chog'i ota uyga qaytib, stol ustidagi sovg'ani ko'rgach, chehrasi qora bulutdek tus oldi. Uning ko'zlarida nafaqat g'azab, balki chuqur qo'rquv va xavotir namoyon bo'ldi. U telefonni qo'liga olib, katta afsus bilan unga tikildi. Go'yo u bu silliq va yaltiroq shisha ortida oilasining qorong'u kelajagini ko'rayotgandek edi. "Bu nima?" deb so'radi u, qat'iyat sezilib turgan, titroq, ammo kuchli ovozda. "Dadasi, bu qizimizning tug'ilgan kuniga sovg'a", dedi ona vaziyatni yumshatishga urinib va yuziga tabassum yugurtirib. Axir u 15 ga kirdi. Hamma dugonalarida telefon bor, ko'ngli o'ksimasin dedim. Ota telefonni stol ustiga qo'ydi va qalbidan otilib chiqqan ovoz bilan shunday dedi: "Men senga necha bor aytganman, o'spirin bolaga telefon berish mumkin emas. Bu shunchaki aloqa vositasi emas, balki fitna va fasodga ochilgan eshikdir. Bilmaysanmi? Bu jozibador ekranlar ortida minglab odam sifat bo'rilar yoshlarning soddaligini ovlash uchun poylab turibdi. Biz bu omonat uchun mas'ulmiz. Buni hoziroq qaytarib ber va pulini uning ilm ma'rifatiga sarfla. Biz qizimizni shaytoniy o'yinlar bilan emas, kitob bilan do'st qilishimiz kerak. Bu mening oxirgi gapim va boshqa bahslashishni xohlamayman." Ota g'azab va dardi ichida ishxonasiga kirib ketdi. Ona va yig'layotgan qiz uy burchagida turib bu manzarani kuzatishardi. Shu lahzada qizning yosh qalbida otasining qattiqqo'lligiga nisbatan ilk norozilik va adovat urug'lari ekildi. U otasi uning erkinligini cheklayapti va boshqalar kabi bo'lishini xohlamayapti deb o'yladi. Farzandining ko'z yoshlariga chiday olmagan ona esa hayotidagi eng katta va tuzatib bo'lmas xatoga qo'l urdi. "Yig'lama, onang aylansin", deb pichirladi u va telefonni ro'moli ostiga yashirdi. "Buni senga beraman, ammo bitta juda muhim shartim bor. Otang buni hech qachon, takrorlayman, hech qachon ko'rmasligi kerak. U uyda bo'lganida telefonni o'chirib, eng xavfsiz joyga yashirib qo'y. Faqat kechalari, hamma uxlaganda foydalanishing mumkin. Mabodo otang bilib qolsa, ikkalamizni ham uydan haydab yuboradi." Bu so'zlar bilan ona er va xotin o'rtasidagi ishonch devorini o'z qo'llari bilan vayron qildi. U qiziga nafaqat telefonni, balki ilk yashirinish,
yolg'on gapirish va ota ishonchiga xiyonat qilish darsini o'rgatdi. Qizaloq qo'rquv, aralash quvonch bilan telefonni olib xonasiga yo'l oldi. U go'yo yangi va sirli dunyoning kalitini qo'lga kiritgandek his qilardi o'zini. Biroq bu yaltiroq kalit ularning hayotidagi jahannam eshiklarini sekin asta ochayotganidan bexabar edi. Tun tushdi. Uyda sukunat hukmron. Ota rafiqasi uning gapiga kirib, telefonni qaytarib bergan deb o'ylab, ko'ngli xotirjam uyquga ketdi. U hatto tushida ham eng yaqin insonlari unga yolg'on gapirganini tasavvur qila olmasdi. Ammo yon tomondagi xonada, ko'rpa ostida telefonning sovuq nuri 15 yoshli qizning ma'sum chehrasini yoritib turardi. U hayajon bilan internetning cheksiz olamiga g'arq bo'ldi. Dastlabki qadamlar shunchaki qiziqish edi. Musiqa qidirish, rasmlar va o'yinlarni tomosha qilish. Ammo shayton insonni aynan qiziqish va kichik qadamlar orqali halokat sari yetaklashga qasam ichgan. Islomda omonatga xiyonat qilish ulkan gunohdir. Ota farzandini onasiga omonat topshirgan edi. Ammo ona bu buyuk omonatga xiyonat qildi. Qiz esa hayotida birinchi bor otasiga yolg'on gapirdi va ich-ichidan qattiqqo'l otasidan sir yashira olgani uchun o'zini g'olibdek his qildi. U bilmas ediki, bu yolg'on uning bo'ynini sekin asta bo'g'adigan va uni gumrohlik vodiysiga tortadigan ko'rinmas zanjir edi. Shunday qilib xiyonatning ilk kechasi yakunlandi. Baxtsizlik soyasi esa allaqachon bu tinch va obro'li xonadon ustiga yoyila boshlagan edi. Kunlar xuddi zilol suvdek o'tib borardi. Ammo bu oilaning ich-ichida loyqalangan bir oqim boshlangan edi. Qiz endi ikki xil hayot bilan yashardi. Biri otasining huzurida, iboli, kitobxon va yuvosh qiz. Ikkinchisi esa yolg'izlikda, ko'rpa tagida, dunyoni telefonning kichik ekrani orqali qidirayotgan qiziquvchan qiz. Ona bo'lsa har gal darvozadan erining kalit ovozini eshitganda, ko'zi bilan qiziga "Tezroq telefonni yashir" deb ishora qilardi. Bu doimiy qo'rquv va yashirin ishlar oiladan barakani ko'tara boshladi. Islomda ta'kidlanganidek, rostgo'ylik najot beradi, yolg'on esa halokatga yetaklaydi. Ammo bu xonadonda yolg'on xuddi chaqirilmagan mehmondek har bir burchakdan joy olgan edi. O'spirin qiz internet orqali bir yigit bilan tanishdi. Qiz yashirincha ochib qo'ygan ijtimoiy tarmoq sahifasiga xabar keldi. Assalomu alaykum, muhtarama singlim. Adabiyot haqidagi yozganlaringiz menga juda ma'qul bo'ldi. Qalbingiz pok va ilmli ekaningiz ko'rinib turdi. Bu ilk so'zlar xuddi shirin zahardek edi. Shu paytgacha biror begona yigitdan bunday maqtov eshitmagan qiz hayratda qoldi. U bu sayyod, gunohsiz kabutarni tutish uchun allaqachon to'rni tayyorlab qo'yganini bilmasdi. Yigit o'zini komil inson, Islom universiteti talabasi va iffatli yigit qilib ko'rsatardi. U tarbiyali qiz bilan qanday gaplashishni yaxshi bilardi. U namoz, ota-onaga hurmat va poklik haqida gapirardi. Qizning ishonchini to'liq qozonish uchun har bir xabarni oyat yoki hadis bilan bezardi. Siz bu fitnalarga to'la dunyoda pok qolgan farishtasiz, deb yozardi u. Men doim shunday iymonli rafiqani orzu qilganman. Qiz asta-sekin bu xabarlarga o'rganib qoldi. Endi u darsliklarni avvalgidek ishtiyoq bilan o'qimasdi. Butun fikru zikri telefonda edi. Namozlarni ham ekran qarshisiga tezroq qaytish uchun shoshilib o'qiydigan bo'ldi. Shayton uning quloqiga aytar edi: "Bu yigit seni yaxshi ko'radi. U albatta senga uylanadi. Bu gunoh emas, bu pok muhabbat." Ammo haqiqat boshqacha edi. Yigit aslida internetda hayot tajribasi bo'lmagan sodda qizlarni ovlovchi bir firibgar edi. U qizning har bir so'ziga e'tibor berib, uning zaif nuqtalarini qidiradi. Qizning otasi qattiqqo'l va amaldor ekanini bilgach, rejasini o'zgartirdi. U bilardiki, bunday qizlar otasidan qo'rqqani uchun ko'proq sir saqlashadi va bu uning uchun qulay fursat edi. Ota esa goh-gohida qizning yuziga qarab, nimadir o'zgarganini sezardi. Qizning nigohlari endi avvalgidek tiniq va beg'ubor emasdi. "Qizim, nega ko'zlaring charchagan ko'rinadi? Yoki ko'p dars qilyapsanmi?" deb so'rardi u mehribonlik bilan. Qiz lablari titrab javob berardi: "Ha, adajon, imtihonlar yaqin, shunga..." Bu yolg'on otaning ko'nglini xotirjam qilardi.
Aslida esa bu keyinchalik uning jigarini tilkalaydigan xanjar edi. Ona esa bularning barchasiga guvoh bo'la turib, qizini to'xtatish o'rniga, aksincha, sirlarni yashirishga yordam berardi. U bu o'spirinlik davri o'tib ketadi deb o'ylardi. Bir kecha yigit qizdan ro'molsiz yoki uy kiyimidagi rasmini yuborishni iltimos qildi. Bo'lajak rafiqanni ko'rishing joiz emasmi? Biz bir-birimizga ishonishimiz kerak. Agar rasmingni yubormasang, demak menga ishonmaysan va muhabbatimiz yolg'on ekan. Qiz ikki o't orasida qoldi. Bir tomonda hayo ibo va uydagi tarbiya, ikkinchi tomonda esa oshiqona va'dalar va yigitning ruhiy bosimi. Nafs va shayton vasvasasi g'olib keldi. U o'zining ilk rasmini yubordi. U bu ishi bilan nomusi kalitini begona qo'llarga topshirganini bilmasdi. Bu rasm keyinchalik qizni qo'rqitib, uchrashuvga majburlaydigan qurolga aylanardi. Asosiy fojia yigit uchrashuv taklif qilganida boshlandi. Seni yaqindan ko'rishni istayman, toki orzuyindagi o'sha farishta ekaningga ishonch hosil qilay. Faqat bir marta, maktab yonida yoki bog'da, hech kim bilmaydi. Qiz birinchi marta haqiqiy qo'rquvni his qildi. U agar otasi bundan xabar topsa, oqibati nima bo'lishini bilardi. Ammo shayton domi uni allaqachon mahkam o'rab olgan edi. U onasiga qo'shimcha darsga borishim kerak deb aytdi. Sodda ona esa yana qizining yolg'onini yopdi va uni duo qilib ko'chaga kuzatdi. Bu ushbu xonadon izzat va sharafining tugashi demak edi. Maktab yo'lida xilvat bir burchakda qora mashina kutib turardi. Bu o'sha islomiy va pok so'zlar bilan qizning ko'nglini ovlagan yigit edi. Qiz mashinaga o'tirganida endi ortga yo'l yo'q edi. Uning kelajagi, amaldor otasining obro'si va onasining osoyishtaligi o'sha lahzada barbod bo'lgan edi. Qiz o'sha yigitning mashinasiga o'tirganida go'yo atrofidagi butun olam bir lahzada o'zgarib ketdi. Xabarlarda Qur'on oyatlari va nabaviy hadislardan foydalangan u yigitning asli, basharasi butunlay boshqacha edi. Uning nigohlari endi iboli emas, balki o'z o'ljasini tuzoqqa tushirgan bo'rining ko'zlariga o'xshardi. Hayotida birinchi marta begona erkak bilan yopiq maydonda yolg'iz qolgan qizning yuragi qo'rqqan qushchadek urardi. "Qo'rqma azizim", dedi yigit. Endi uning ovozida o'sha soxta muloyimlikdan asar ham qolmagandi. "Shunchaki biroz aylanib suhbatlashamiz. Axir biz yaqin orada er-xotin bo'lamiz-ku, shunday emasmi?" Bu nikoh va er-xotinlik haqidagi so'zlar 15 yoshli qizning aqlini xiralashtiruvchi afyundek edi. U o'sha lahzada islom nomahram bilan xilvatda qolishni harom qilganini unutib qo'ydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam marhamat qilganlar. Hech bir erkak begona ayol bilan xilvatda qolmasin. Zero ularning uchinchisi shaytondir. Va o'sha mashinada shayton hozir edi. Firibgar yigit qizni shahardan tashqaridagi bir hovliga olib bordi. "U yerda opam bor, sen bilan tanishmoqchi", degan bahona bilan qizni uy ichiga yetakladi. Ammo u yerda na opa bor edi, na oila nishonasi. Faqatgina ushbu yigitning minglab xiyonatlariga guvoh bo'lgan sovuq devorlar bor edi xolos. O'sha dahshatli daqiqalarda qiz qanday tuzoqqa tushganini anglab yetdi. U yiriladi, yolvordi, otasining nomini aytdi va Xudodan yordam so'radi. Ammo niyati buzuq, iymonsiz yigit uni qo'rqita boshladi. "Agar ovozingni chiqarsang, menga yuborgan o'sha rasmlaringni internetga tarqatib yuboraman. Bilasanmi, amaldor otang nima bo'ladi? U sening sharmandaligingdan ko'chaga chiqolmay qoladi. Obro'sini bir soniyada yer bilan bitta qilaman." Bu tahdid qizning irodasini chil-parchin qilgan zarba bo'ldi. U otasining obro'si va sharmandalikdan qo'rqib, hamma narsaga tan berdi. Birgina telefon va virtual do'stlik sababli nomusini, iffat gavharini boy berdi. Yigit uni maktab yaqinida qoldirarkan, so'nggi bor tahdid qildi. "Bu haqda hech kimga og'iz ochmaysan. Agar kimdir xabar topganini bilsam, hayotingni jahannamga aylantiraman." Qiz holdan to'ygan jism va singan ruh bilan uyga qaytdi. Onasi kutib olib, "Xayriyat kelding qizim. Tez kiyimlaringni almashtir. Dadang kirganlar. U kishining oldiga chiq", dedi. Ammo u endi o'sha qiz emas edi. Har gal otasi uning ko'zlariga boqqanida, qiz go'yo otasi hamma narsani biladigandek his qilardi. Namozlarida endi halovat qolmagandi, chunki u o'zini gunohga botgan deb hisoblardi. O'sha firibgar yigit qizni yana bir necha bor
o'sha kimsasiz uyga olib bordi. Kunlar o'tishi bilan qiz yigitga tinmay qo'ng'iroq qilar, xabar yozib, tezroq sovchi yuborishini so'rab yolvorardi. Ammo yigit endi javob bermasdi va endi yangi o'ljalar qidirayotgan edi. Bir oydan so'ng qiz o'zini yomon his qila boshladi. Ko'ngil aynishi, bosh aylanishi va jismidagi o'zgarishlar uni dahshatga soldi. U ming bir xavotir bilan dorixonadan homiladorlik testini sotib oldi. Testda 2 qizil chiziqni ko'rgach, go'yo dunyo ko'ziga qorong'u bo'lib ketdi. Men nima qilib qo'ydim? Otamga nima deyman? Onamga qanday javob beraman? deya past ovozda nola qilardi u. U yigitga qo'ng'iroq qildi. Bu safar yigit go'shakni ko'tardi, ammo sovuq va shafqatsiz ohangda dedi: "Bu sening muammong. Uning mendan ekanini qayerdan bilaman? Boshqa menga qo'ng'iroq qilma. Bo'lmasa rasmlaringni otangga yuboraman." Telefon o'chdi. Mana, internetdagi muhabbatning oqibati. Din nomi bilan uning hayotiga kirgan yigit endi uni halokat yoqasida yolg'iz qoldirdi. Qiz xonasining burchagida o'tirib, onasi sovg'a qilgan o'sha qimmatbaho telefonga tikilardi. Bu telefon endi uning uchun uni chaqib, zaharini sochgan ilondek tuyulardi. U bilar ediki, qorni asta-sekin kattalashadi va bu sirni abadiy yashirib bo'lmaydi. Oldinda qora kunlar kutardi. Hatto tushida ham yagona qizining oila nomusiga bunday dog' tushirishini tasavvur qilmagan amaldor ota hayotidagi eng katta fojia ostonasida turgan edi. Kuz kelgan edi. Sarg'aygan barglar xuddi qizning so'ngan orzulari kabi oyoqlari ostiga to'kilardi. Uning jismoniy holatini endi yashirishning iloji yo'q edi. U keng kiyimlar kiyar, ota-onasi bilan birga ovqatlanishdan qochardi va ko'p vaqtini yolg'izlikda, achchiq ko'z yoshlar bilan o'tkazardi. Ona avvaliga qizini darslardan charchagan deb o'ylagan bo'lsa-da, asta-sekin shubhaga tushdi. Bir kun ertalab ota ishga ketganidan so'ng, ona qizining xonasiga kirdi. U qizining ko'ngli aynib, azoblanayotganini ko'rdi. Qizning yuzi paxtadek oqarib ketgan edi. Hayot tajribasiga ega ona o'sha lahzada xuddi boshiga chaqmoq urilgandek qotib qoldi. "Senga nima bo'ldi? Bu nima holat? Nega rangu ro'yingda qon qolmagan?" deb so'radi ona titroq ovozda. Qiz jim edi, faqat yig'lardi. Bu yig'ida minglab pushaymonlik faryodlari yashiringan edi. Ona g'azab va qo'rquv bilan qizining yelkalaridan tutib silkitdi. "Gapir, ko'zlarimga qarab gapir. Men o'ylayotgan narsa haqiqatmi?" Qiz boshi egilgan holda, past ovozda "Ha" deganida, ona xuddi ildizi bilan qo'porilgan daraxtdek yerga quladi. U yuzlarini yulib, sochlarini parishon qilar va o'zini urib faryod chekardi. "Voy sho'rim, sharmanda bo'ldik. Otang bilsa ikkalamizni ham tiriklayin go'rga tiqadi. U qanday qilib odamlarning yuziga qaraydi? U amaldor bo'lsa, obro'si bo'lsa, hamma unga havas bilan qarasa." Ona o'sha soatlarda tavba qilish o'rniga ko'proq dunyoviy obro'ni o'ylardi. U qizini xonaga qamab, eshikni tashqaridan qulfladi va barcha baxtsizliklar manbai bo'lgan o'sha la'nati telefonni qizining qo'lidan tortib oldi. Firibgar yigitning xabarlarini o'qiganida u o'z qo'llari bilan farzandini ajdaho do'miga topshirganini anglab yetdi. Ammo yomon sir hech qachon yashirin qolmaydi. Maktabda o'qituvchilar va dugonalari bu aqlli qizning darslarga e'tibor bermay qo'yganini va holati shubhali ekanini sezishgan edi. Maktabda ishlaydigan qo'shnilardan biri bu gap so'zlarni eshitib, ish xonasida hujjatlar bilan band bo'lgan otaning oldiga bordi. Ota o'sha kuni ishlar bilan bosh qotib turgan edi. Qo'shnisini hurmat bilan kutib oldi. Ammo qo'shnisining so'zlari xuddi zaharlangan o'qdek uning qalbiga sanchildi. "Uka, sen obro'li insonsan. Biz seni hurmat qilamiz. Ammo qizing haqida noxush gaplar yuritdi. Uni bir yigit bilan mashinada ko'rishibdi." Ota joyida qotib qoldi. U ishonmasdi. "Yo'q, mening qizim bunday qilmaydi. U tarbiyali, u namozxon", derdi ichida. Ammo shu zahoti qizining tug'ilgan kuni va o'zi man qilgan o'sha telefon yodiga tushdi. U ko'krak qafasida chidab bo'lmas og'riqni his qildi. U shoshib uyga keldi. Hovliga kirganida onaning ayvon burchagida o'tirib, zo'r-zo'r yig'layotganini ko'rdi. Bu manzara ota uchun barcha savollarga javob edi. "Qiz qani?" deb so'radi ota momaqaldiroqdek ovozda. Ona qo'rquvdan biror so'z deya olmadi, faqat
qizning xonasiga ishora qildi. Ota eshikni tepib ochdi. Xona burchagida titrab turgan qizni ko'rdi. U qizining yuziga boqdi. Bir paytlar uning faxri bo'lgan u chehrada endi rasvolik tamg'asi bor edi. Ota nimadir demoqchi bo'ldi, baqirmoqchi bo'ldi. Nega menga bunday qilding? Sendan nimanidir ayaganmidim? deb so'ramoqchi bo'ldi. Ammo ovozi tomog'iga tiqilib qoldi. O'sha lahzada uning 20 yillik mehnati, xalq oldidagi obro'si, mansabi va eng muhimi, eng yaqin insonlariga bo'lgan ishonchi bir soniyada kul bo'ldi. U xuddi ustiga tog' qulagandek his qildi. Nafasi qisildi. Yuragiga chidab bo'lmas og'riq yopishdi. Oh, nomus! Va ko'kragini changallab polga yiqildi. Bu yurak xuruji, infarkt edi. Nomus uchun yashagan insonning yuragi bu sharmandalikka bardosh bera olmadi. Ona va qiz faryod urib uning yoniga yugurishdi, ammo endi kech edi. Otaning ko'zlari bir dunyo dard va hasrat bilan uy shiftiga tikilgancha abadiyga yumildi. Qizini telefondan va zamon fitnasidan asramoqchi bo'lgan ota aynan o'sha telefon va rafiqasining beparvoligi qurboniga aylandi. Tashqarida azon ovozi eshitilardi. Ammo bu xonadonda iymon nurini gunoh va o'limning qora bulutlari to'sib qo'ygan edi. Ota ketdi, biroq gunohning og'ir yuki ona va qizning yelkasida qoldi. Otaning xayrli duolari eshitilib turadigan xonadon endi motamxonaga aylangan edi. Amaldor va obro'li insonning to'satdan vafot etishi butun shaharni larzaga soldi. Hamma uni ish ko'pligidan, charchoq tufayli vafot etdi deb o'ylardi. Ammo o'sha devorlar ichida achchiq haqiqat zahardek oqib yotardi. Ona va qiz nafaqat aziz insonidan ayrilishgan, balki vijdon azobi va sharmandalik qo'rquvi bilan yuzma-yuz qolishgan edi. Ammo tabiat va jamiyat qonuni shundayki, hech bir sir abadiy yashirin qolmaydi. Marhumning yuqori lavozimi tufayli huquq-tartibot idoralari bu holatga alohida e'tibor qaratishdi va dafn marosimidan so'ng ba'zi shubhali jihatlarni payqab qolishdi. Maktabdagi gap-so'zlar va mahalladagi mishmishlar militsiya xodimlarining quloqiga yetib bordi. Kunlarning birida tajribali tergovchi ularning uyiga bordi. U qora kiygan onaning yuziga va yarimjon bo'lib qolgan qizga qarab, bu yerda oddiy o'limdan ko'ra chuqurroq fojia yashiringanini angladi. Biz bu insonning qattiq azob tufayli vafot etganini bilamiz, dedi tergovchi. Agar siz jin tursangiz, bu baxtsizliklarga sababchi bo'lgan kimsa ko'chada ozod yurib, boshqa qizlarni ham baxtsiz qiladi. Islomda ham zulmning yo'lini to'sish kerakligi aytilgan. Endi yo'qotadigan hech narsasi qolmagan va gunoh yuki qaddini bukib qo'ygan ona telefonni chiqarib tergovchiga berdi. Hammasi mana shu temir parchasidan boshlandi. Bu telefon erimning o'limi va qizimning baxtsizligini o'z ichiga olgan, dedi u yig'lab. Axborot texnologiyalari mutaxassislari ishga tushishdi. Ular barcha xabarlar va rasmlarni tiklashdi. Ma'lum bo'lishicha, o'zini iymonli oshiq va diniy talaba deb ko'rsatgan yigit aslida Sayyod laqabli firibgar ekan. U nafaqat bir yoki ikki, balki o'nlab sodda qizlarni xuddi shu usul bilan diniy so'zlardan foydalanish, nikoh va'dasi va keyinchalik rasmlar bilan qo'rqitish orqali o'z domiga tortgan ekan. Militsiya xodimlari yigitni shaharning hashamatli restoranlaridan birida navbatdagi o'ljasi bilan telefonda oshxona gaplashib o'tirganida qo'lga olishdi. Qo'llariga kishan urilganda boyagi muloyim qiyofasi o'rnini bir zumda vahshiy jinoyatchi qiyofasi egalladi. Siz hech narsani isbotlay olmaysiz. Ular o'zlari xohlab mashinamga o'tirishgan, deb baqirardi u. Ammo dalillar rad etib bo'lmas darajada edi. Uning uyidan bir nechta telefon va kompyuterlar topildi. Ular turli qizlarning rasmlari bilan to'la edi. Bu yigit nafaqat zino qilar, balki bu yo'l bilan pul undirish va shantaj, qo'rqitish uchun ham foydalanar edi. Ichki ishlar boshqarmasida ma'lum bo'lishicha, u ilgari ham bunday ishlar uchun sudlangan, ammo har safar turli yo'llar bilan javobgarlikdan qochib qolgan. Bu safar esa ish jiddiy tus oldi. Chunki davlat xizmatchisining o'limi va 15 yoshli o'spirinning homilador bo'lib qolishi jinoyatni o'ta og'irlashtirib yuborgan edi. Tergov jarayonida qiz o'sha dahshatli voqealarning barcha tafsilotlarini so'zlab berishga majbur bo'ldi. Uning har bir so'zi onasining yarasiga sanchilgan tikan kabi edi.
U yigitning qanday qilib Alloh nomi bilan qasam ichgani va maqsadiga erishgach qizni fohisha deb haqoratlab, tahdid qilganlarini so'zlab berdi. Telefon ekranlari ortiga yashirinib, o'spirinlarning zaif iymoni va soddaligini ovlaydiganlarning asl basharasi mana shunday edi. Islomda ta'kidlanadi: ey iymon keltirganlar, shaytonning izidan ergashmanglar. Bu telefon ushbu oila uchun aynan shaytonning o'sha ilk qadami bo'lib xizmat qilgan edi. Yigit qamoqqa olindi. Uning qo'lga olingani qizga biroz tasalli bergan bo'lsa-da, qalbining yarasi va qornida kun sayin kattalashayotgan go'dak o'rnini to'ldirib bo'lmas edi. U endi haqiqiy erkinlik, telefonbozlik va yashirin do'stliklarda emas, balki ota-onaga itoat qilish va iffatni saqlashda ekanini anglab yetgan edi. Sud majlisi kuni yetib keldi. Sud zali odamlar bilan to'la edi. Ammo u yerda na bu oilaning avvalgi izzat ehtiromidan, na otaning salobatidan asar qolgan edi. Ona qora ro'molga burkanib, go'yo butun dunyo g'amini uning tagiga yashirgandek bir burchakda o'tirardi. Qiz esa qorni dam bo'lgan, boshi egik holda, hech kimning ko'ziga qarashga botinolmasdi. U odamlarning har bir nigohi badaniga sanchilayotgan nishdek botayotganini his qilardi. Firibgar yigitni zalga olib kirishdi. Unda endi o'sha qimmatbaho kiyimlar va oro berilgan chehra yo'q edi. Sudya uning jinoyatlarini o'qiy boshlaganda, qilgan ishlarining dahshati yanada oydinlashdi. Ma'lum bo'lishicha, u nafaqat qizlarning tuyg'ulari bilan o'ynashgan, balki ba'zilarini aldab, jinoiy guruhlarga pullab yuborgan ekan. U internet orqali tajribasiz yoshlarni ovlaydigan keng ko'lamli fasod tarmog'ining bir a'zosi edi. So'z qizga berildi. U titroq va ko'z yoshga to'la ovozda shunday dedi: Men telefonni erkinlik kaliti deb o'ylagandim, ammo u mening asorat zanjirim va otamning qotili bo'ldi. Otamning bu telefon fitna degan nasihatlariga quloq solmadim. Men u kishining ishonchiga xiyonat qildim va bugun u kishining ruhi oldida sharmandaman. Bu so'zlar yig'ilganlarning qalbini tilka pora qildi. Sud yigitni 20 yil muddatga ozodlikdan mahrum etdi. Hukm o'qildi. Qonuniy adolat qaror topdi. Ammo bu hukm biror narsani o'zgartira olarmidi? Navqiron yoshida ketgan ota uyga qaytarmidi? Yo'q. Boy berilgan nomus va oila obro'si tiklanarmidi? Yo'q. Tez orada dunyoga keladigan va bir umr haromzoda tamg'asi bilan yashaydigan aybsiz go'dak sog'lom ota-onaga ega bo'larmidi? Yo'q. Bir necha oydan so'ng qiz o'g'il farzand ko'rdi. Ammo bu go'dak u uchun shodlik manbai emas, balki o'sha qora tun va ulkan xatoning doimiy eslatmasi edi. Ona va qiz u shahardan ko'chib ketishga majbur bo'lishdi. Chunki odamlarning ta'na malomati va qo'shnilarning sovuq nigohlari hayotni ular uchun jahannamga aylantirgan edi. Ona tunlari tonggacha joynamoz ustida yig'lab shunday derdi: Yo Alloh, meni kechir. Men dunyoning o'tkinchi bir o'yinchog'i, telefon va farzandimning yolg'on xushnudligi uchun erimning amrini oyoq osti qildim. Men o'z qo'llarim bilan uyimning devorini yiqitdim. Aziz do'stlar, kanalimizga obuna bo'ling. Zero sizning qo'llab-quvvatlovingiz bizning mehnatimiz samarasidir. Keling, oxirida duo qilaylik. Mehribon Parvardigor barcha bemorlarga shifo bersin. Musofirlarni o'z panohida asrab, sog' salomat vatanlariga qaytarsin. Farzand kutayotganlarga esa solih va soliha farzandlar nasib aylasin. Amin.